Uylanmaganlar ko'p-a? Alloh juda go'zal oyat keltirib qo'yadi uylanmaganlar uchun. Uylanganlar bo'lsa ham bu oyat tegishli bo'ladi. Aytayapti-da, uylanmagan bo'lsangiz, menga duo qilib so'rang deydi Alloh. Soliha juft halollar. Farzand ko'rmagan bo'lsangiz, duo qilib so'rang mendan soliha farzandlarni. Beraman deyapti Alloh. Mana vallazina yaquluna robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun. U xos bandalari menga duo qilishadi, kechalari, kunduzlari. Robbana, ey Robbimiz, hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun. Bizga shunday juft halol berginki, shunday farzand berginki, ko'zimiz quvonib ketsin u farzandimizni ko'rganda. Duoni go'zalligini qarang. O'rgatyapti. Uylanmagan bo'lsangiz shu duoni ko'p qiling. Alloh soliha juft halol beradi. Farzand ko'rgan bo'lsangiz ham duo qilaring, Alloh uni qurrata a'yun qilib tarbiyalab qo'yadi. Xotiningiz itoatsizlik qilayotgan bo'lsa, shu duoni qiling, Alloh taolo uni ko'zingizga quvonch qilib qo'yadi, tarbiyalab. Duo qiling. Mana shu duolarni tark qilganimiz uchun ko'p narsamiz o'lda-jo'lda bo'lib ketib qolganda bizni. Mana shu duolarni qilishimiz kerak.